Nimaga O'zbekistonda bыстрый zaryadka qilmagin deb aytishadi aka? O'zbekistonda deganda ofitsialniy mashinalarni nazarda tutamiz. Endi biza ofitsialniy mashinalarga farqi yo'q, kursi bo'ladi. Sabab 8 yillik kafolati bor. 8 yil ichida yo'nqisi mabodo agar tashlab yuboradigan bo'lsa, srazu eski batareyaning o'rniga yangisi qo'yiladi. Yechib, uni kovlab, razbalansirovka bo'lib qoldi, balansga solamiz degan ahmoqona narsalar qilinmaydi. Razbalansirovka bo'lganda ko'pchilik endi servislar qilyapti, yechib batareyani balansirovka qilishadi. O'sha shikast yetganini, pokazatellarini ko'tarib qo'ygan bilan bu balansirovka qilindi deyilmaydi. O'sha tushib ketganini qanday ko'tarilsa, normada turganlari ham shunchaga ko'tariladi. Shuni oqibatida bыстрый zaryadkaga qo'yganda mashinalar yonib ketib qoladi. Unga bir ikkita hollar o'sha servisdan mashina yonib ketganini ko'rdik. Bizda qanaqa bo'ladi? Bizda balansirovka emas, balansirovkaning profilaktikasi qilinadi. Ya'ni mashinani maksimalniy zaryadini tushirgan holda переменный tok, oddiy qilib aytganda 1.8, 3